hozir uncha odam qilib berolmayapti-da. Strategik o'yinlar o'ynaganmiz. Qanaqa programmalarni ham ko'tara oladigan qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun FedUp asoschisi Umid aka Ergashev bizga Asus brendiga tegishli TUF Gaming modelidan ikkita buyurtma berdilar va buyurtmalarni yetkazib keldik. Men bu sechga ulab olishim uchun men buni ulab ulashim shartmi, prima ulab olaymi? Bu sechimizni ulaydigan qism birga ulashingizga kerak bo'ladi. Bu sech xudo xolisa offline ulaymiz, to'g'rimi? O'shanda onlayn. Offline narsani yaxshi ko'raman. Rahmat. Qilgan iltimosimni qilib berdinglar, harakat topinglar. Men o'yladim, hozir uncha odam qilib berolmayapti-da eski narsalarni. Ko'p strategiyalarni o'rnatishimizda, bari yoshligimizda biza ana strategik o'yinlar o'ynaganmiz. Hozir o'shanga qarasam, qayoqdek o'yinlar paydo bo'lib ketgan yoshlarga. O'shanga hozir o'g'lim bilan birga mana shu ikkita notebookni yonma-yon qo'yib, bir offline strategiyalar bo'ladi yoshligimizda, qazaki degan. O'shani bir o'ynaylik deb sizga aytdim, yozib bering deb. Sababi u bolani yoshligidan o'sha o'ziga strategiya qilish, ishlash, pul topish, kengayish strategiyalarni ancha o'rgatadi degan ma'noda. Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, TikTokda kerak emas vaqtimni o'tkazgandan ko'ra, undan ko'ra o'g'lim bilan shu strategiyani o'ynab, unga shu strategiyani o'rgatganim yaxshiroq deb bilaman. Ushbu notebookimiz professional notebook hisoblanadi, video kartali игровой notebooklar. Xudo xolisa IT-ni boshidan oxirigacha xudo xolisa o'rganishsa bo'ladi. Farzandlarga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Xolis. Rahmat sizga, kattakon baraka toping. Mazza qildik. Xursand bo'ldik. Xudo xolisa bu o'g'limizga bu foydasiga yuradi degan umiddaman.